Bergan pulingizga rozi bo'ling aka. Doimo xizmatdamiz. Mana akamizni qo'ylari o'sha boqilayotgan jarayoni. Xullas, taxtadan yasalgan ekan. Qo'ylar juda achinarli holatda boqilyapti. Xudo xolasa bizga yasab bergan qo'y qo'rada bu qo'ylar shohona yashaydi. Supaxirlar mana bu yerda turar ekan. Assalomu alaykum. Adam Metal jamoasini kuzatib boruvchilar, 29-oktyabr ikkitaligidan bir dona To'raqo'rg'onga yetkazib olib berdik. Xudo xolasa. Hop, ikkitaligimiz razmeri, balandligi 1.40, uzunligi 1.5, og'lidan quyi ketigacha 1.80, har bir og'il ko'tariladi. Og'ili chuqur, tagidagi taxtalar tozalaysiz, balki materiali konteyner material. Hop, supaxirlar mana bu yerga tushadi. Shu holatda ko'tariladi eshik. Xudo xolasa bu akamiz ham через internet kuzatib zakaz berishdi. Shu nomerga bog'lanaverasizlar 9116 ga 24 soat onlaynmiz. Xizmatdamiz. Kimga kerak bo'lsa, 2 tadan boshlab 5 tagacha esa beraveramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doimo xizmatdamiz. Aka, mana qo'y-qo'ra fikringizni bir bildirib qo'ying, obunachilar. Zo'rmi? Ma'qulmi? O'z vaqtida keldimi? Xudo xolasa agar rozi bo'lasiz, bergan pulingizga rozi bo'ling aka. Doimo xizmatdamiz.